Babası Sherqul baba Shobaxon bo'lgan. O'z davrida Narxon Shobaxondek zo'r bu davrda bu abrada o'tgan yo'q. Elning ko'plab olqishlar sazovor bo'lgan, ko'plab tulpor otlar bilan kes-keslatib uloq ayirgan yigitlardan biri bo'ladi. Narxon Shobaxon doimo mana shu takani yerga enkaysa qo'li takasiz ko'tarilmagan. Doimo shu enkaygan ulog'ini olgan, shu otni qanday qilib bo'lsa ham 4-5 qaytarib bo'lsa ham shu oralatib uloq ayirgan yigitlardan biri. O'zga viloyatlarga bordi. Mana shu birgalikda do'stimiz bilan Turkmaniston, Qarag'alaq, Sharjun, Marigacha to'ylarga borib, mana shu to'ylarda uloq chavib, Narxon Shobaxon katta zotlarni, katta barg'ilarni ayirgan. Birga ko'p yurdik, cho'llarga to'yga bordik. Cho'lda endi bir bo'lgan voqeani aytayin. So'qonga Ko'pkariga bordik, katta tepali qum, otlar tizagacha qumga kirib ketyapti. Narxon Shobaxon bizga atdan bir olib qo'ydi. Bu yerda endi qum chang'ib bekor ko'rmadi, namoz o'qiydi bekorimiz. Keyin bekor dedi. Keyin yana joyiga aytdi, yana olib ochuvlarni bularni bir ochib kelsa haqiqatan ayirish edi. Keyin olib borib, qidaga borib qaytarib, nishapga kelayotgan otni to'xtatib, baland qaratib qo'ydilar. Men shu nishapga kelib to'xtatgan payti birdan men aytib ot ketdi, yiqildi deb kallam shunday qildim. Yo'q, qaytarib chiqarib ayirdi. Shunday ishlarni qilgan Shobaxonda. Qarabaqqa to'yga bordik. Qarabaqqa to'yga bordik. Narxon Shobaxon qarashqadan tushib qolib, mana oyog'i chiqib ketdi. Mana bu hojilar ham bor, ko'rgan. Oyog'ini bir mamaga oyog'ini soldirdik, oyog'i solmadi. Xullas olib keldik, bu torbaga solib uzanga ildirib qo'ydik. Ot minib borib yana bir ayirdi. Mana bu voqea bizda. Shundaylarni ko'rgan, birga yurganmiz, ko'p. Shu ko'gatlar qasdi ko'p yurdik. Mana bu yoqlarni birga yurdik hammamiz. Ko'p orlarni olgan Shobaxonda. Endi zotga qolsa, zotdan qo'rg'on qursa quradigan Shobaxon bo'lib o'tdi. Meni otim bilan 3 to'yda 11 o'kkiz ayirgan. 3 to'yda 11 o'kkiz. Bir kunlik to'y, 3 to'yda 11 o'kkiz ayirgan. Ba'zi to'ylarda shunday bizni kelib kiyinishdan oldin zot ortilgan mashinani ko'ringlar, nimasi bor deb so'rar edi. Biz aytar edik, 10 o'kkizi bor ekan, yo 6 o'kkizi bor ekan, shuncha qo'yi bor ekan. Men Ko'pkariga aralashib qaytib kelganimcha o'zimiz mashina o'tkazib qo'yinglar der edi. Shu paytlar shuni haqiqatan to'ydan keyin ko'rsak, shu katta borg'ining hammasi bizning mashinada bo'lar edi. Meni otimni to'ri tanka der edi. Shu to'ri tankani Narxon Shobaxon 10 yildan oshiq chopdi. Juda ko'p viloyatlarga, juda ko'p joylarga bordik mana shu ot bilan birga do'stimiz bilan. Shu zotni shunday ko'p ayirar ediki, hatto bor shu mashinadan mashinada zotni olib kelguncha erinib qolgan vaqtlarim bo'lgan. Parvardigor shu paytlar kim bergan ekan bizga Alloh taolo. Mana shu ba'zi to'ylarda shu Mirzaboning ko'gi bilan meni otim bo'lmasa, shu qolgan ishqibozlar, qolgan otbozlar shu xursand bo'lar ekan, ekovi yo'q, bugun Narxon yo'q ekan. Taxtni o'zimiz olamiz deb. Shu biz ko'ringandan aytar ekan, "Ha keldi, mana endi yana hammasini olib ketadi." Narxon Shobaxon sinfdoshim, maktabda birga o'qiganman. Otimiz 14 yoshida o'ldi, 10 yil chopdi. 4 yoshidan uloq chopdi. Mana shu Maraka degan rahmatli bir muxlisimiz bor edi. Biz bilan birga iyarib yurardik. Qayerga borsak, biz bilan otga barisi ketdi. Muzrobotda bir to'yda, Abidgacha bir to'y, Abiddan keyin bir to'y bo'lgan. Kechqurun aytayapti, biz endi uni savun olmaganmiz. 2 ot bilan 44 oyirdik Narxon deyapti. Biza ko'p ayirardi. Shu olgan ayirgan zotlarni olib kelishga erinib, ba'zilari sen bor maqtatardi. Bir amakimiz to'y qildi. 6 ta tana chiqardi Ko'pkariga. Meni mashinam bilan ortib borganimiz sanadi, keyin mana boysimni Shobaxonlar, Fayz Shobaxon, Murulla Shobaxon, Shori Shobaxonlar. Nima buni reklamaga olib keldik men, mayli qaytarib ortib ketyapsan. Narxon uchun olib keldik deyapti-da, endi hazillashyapti. Men aytdim, sizlarning ham qo'llaringizni baylab qo'ygan yo'q edi, men Narxon bojadik, sizlar ham bor edinglar. Shuni nasib qilgan ekan, oltitasidan ham Narxon ayirib olgan joylari bor. Angarda Navro'z bayram to'yi bo'layapti. Endi 100 kilolik bir 120 kilolar borda bir fanani so'yib tashlagan. Hech kim ko'tara olmaydi. Bir kishi mana Shober Shobaxondan zo'r paytlar. Sudrayni ko'tarib bo'lmaydi. Narxon 2 ayirdi, qonchilasa o'tkazib, keyin aytdi, Narxon uchun Ko'pkari qilyapmizmi? Davay buni ichini yoramiz dedi. İçini yordi ham boshqasi ko'tarilmadi. Narxon ustiga 3-4 ayirdi. Keyin buni bo'g'izlarini kesamiz deb, mana bo'ynidan bu yoqni kesib tashladi. Keyin bitta yarimta ayirdi, bitta yarimtalar. Shunday Narxonning zo'rligini o'tgan joylarimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Bitta shu Navro'z to'yida o paytlar endi yoshlikda balasapit degan narsalar bor, yosh bolalar bilan degan. 56 so'm edi.
belib olsin katta pul. 4 bor sap tashlab 4tasini ham narxini ayirdi. Shober cho'bog'in ko'pkar to'ygan ekan, bittasini bering biz Alisherga deb, bittasini olib ketib qoldi. Qashqadaryoda ko'pkarda yurardik, 1 oylab, 1,5 oylab yurardik. Haftasiga men olib kelgan ayirgan borliqlarini olib ketib tashlab ketardim. Endi u begona joy bari begonarligini qiladi. Bir to'y egasini qo'shib deb tashlagan. Shunday ayirishiga bir qaytarib tashladi-da. Bekovlat zot joyida dedi. U sening Surxondaryoga emas, meni Qashqadaryo dedi. Shunday joylari ham bo'lgan endi. Qashqadaryo viloyatining Nishon 24-sovxozda bir katta to'y bo'lyapti. Narxon Shobaxon eng katta zot to'y egasining nomidagi zotni ko'k bilan 2 ayirdi. Bekovul bermadi. Bermagandan keyin meni otim bilan 2 ayirdi. 4 marta ayirdi bir katta zotni. 4-ayirishda takani oldiga o'ngarib olib kelib Bekovul oldida tayladi. Endi ham bo'lmadimi Bekovul bobo dedi. Endi ham bo'lmadi dedi. Keyin maqsadingiz nima dedi? Maqsadim sizlar to'ydan chiqib ketinglar. Sizlar kelgani beri bizim polvonlarga uloq tegmay qoldi degan joylari bo'lgan. Ana shunday zo'r bo'lgan. Bu bir o'zi chopdi, bir o'zi. Buni qo'llab quvvatlaganlar 1,5 bo'lgandir. Lekin bir o'zi qayerda bo'lsa ham bir yigitdan ziyod haqini ayirib chopgan Shobaxon. Ondan tashqari ko'pkardan tashqari Shobaxonlar, polvonlar hammasi buni doimo Narxon Shobaxonni hurmatini joyiga qo'ygan shu paytlar. Biz ko'p yurganmiz. Qayerga borsak, Boysinga borsak, Fayzi Shobaxon xudo rahmati, Shoberdi Shobaxonlar bizni to'ydan keyin ham ko'pkardan keyin uyga kirib ketinglar, choylashib ketinglar deb qayerga borsak, Qashqadaryoga borsak, Majid polvon, ko'pdan ko'p polvonlar mana shu doimo hurmat qilib kelgan. Narxon Shobaxon Ko'pkarida bilak kuchga ishonib, yakka o'zi chopgan. Uning yonida tulporiga yo'l ochuvchilar, otini yetaklovchilar ham bo'lmasa. Ammo maydon tashqarisida eli, do'stlari, ishqibozlari doim qo'llab-quvvatlab turardiki, bu undan yanada kuch olardi. Chavandozning bir qiziq fe'li bor ediki, yaqinlari Ko'pkari boshlanishidan oldin ataylab uning jig'iga tegishardi. O'sha vaqtlarda el og'zida shunday gap bor edi. Narxon Ko'pkari boshlanishda uloqqa jahllanib kirdimi, demak, bugun uni to'xtatib qolish amri mahol deyishardi. Otini minishga bergan otbozlar esa ishqilib bugun Narxonning kimdir jig'iga tekkan bo'lsin-da deb Ko'pkarini kuzatar ekan. Do'stlarim endi shu uloq ayirganimdan keyin uloq ayirib kelsam, sen o'zi bugun nima ish qilding deyar. Men endi charchab chiqqanman Ko'pkaridan, endi 2 soat, kamida 3 soat Ko'pkari bo'lardi. Charchab shu kiyinaversam, sen o'zi ya etik sar ya undagi chopanni orqaga yani terga yopishib qoladi-yu. Maykalarni ko'tarib ber desam, o'zi sen nima ish qilding deyardi. Hech qilmanda shu har bir to'ydan men ayirmadim desam, kami 5-6 oy. Endi undan ko'pini aytaversa ko'p endi uni. Shunda shular jig'imga tegib hazillashib yurardik bo'yinsalar bilan. Kelardi. Shunda endi upalar ko'pi mo'day texnika kam, bunday yengil mashinalar yo'q edi. Ko'p Shobaxonlar mana ot bilan kelardi. Masalan, bo'qishlardan bo'qish mahalladan ot bilan otni minib kelardi. Piyoda mashina bilan kelmaydi. Ana shunda buqalardan qaradagi şeydi. Qancha Shobaxon bugun zo'rning hammasi ketdi. Ya Boysindan Shobaxonlar kelardi. Bu yoq Sho'rchi, mana Sho'rchida eski qardan Tura Shobaxonlar bor edi. Keyin uzun tarafda Odina degan Shobaxonlar kelardi uzun taraflardan. Keyin bu Qumqo'rg'ondan kelardi Shobaxonlar. Juda bu Yangioboddan Shober Shobaxonlar bor edi. Bu Boysindan Fayzi, Chorixlar Ahmad olamdan o'tib ketdi. Fayzova, bular kelar, Nurulla kelar. Qashqadaryodan Malik degan bor edi. Do'sa Shobaxonlar kelardi. Bu Turkmanistondan Murod, Xolmat degan Shobaxonlar kelardi. Keyin shular aytardi, "Buncha zo'r Shobaxonlar kelibdi, bugun nima ish qilasan sen?" deb mening juda jig'imga ko'p tegardi. Ayniqsa yaqin do'stlarim bor edi. Akalarim bor edi, ukalarim bor edi. Juda men necha marta qamchi tegardi. Enkayganingizda uzangi tegardi kallangizga. Ot kelib haydayotgan palangiz ot kelib sakrab ustingizga tushib ketadi. U yerda har kim u yerda kim zo'r bo'lsa, shu to'dadan shu olib chiqadi uloqni. U yerda masalan shu bir endi yana bir misol keltirib aytayin. Bir Shobaxon farzandini birovga bergan ekan, u yigit ham Shobaxon ekan. Hali unday to'y qilgan, yig'ib olib kelmagan ekan. Shunda
qaynotasi bilan tartishgan ekan. Hali kuyov bo'lib qizini uyiga olib kelmagan. To'ta uloqni olib ko'tarib berkitganingizdan keyin shu yakka chiqqandan keyin odam o'ziga o'zi bir qandaydir g'ururlanib, bir odam o'zini bir erkin tutib qoladi. Uloq ayirgandan keyin odam o'zingiz bilasiz-ku, polvonlar ham masalan birovni yiqitgandan keyin qaytib joyidan endi biz otning ustida sakray olmaydi-yu, chopag'anlar o'zini shu uloq taylagandan keyin qo'llarini ko'tarib, shapkalarini orqaga taylab his qilamiz o'zimizni. Ko'karakni kerib masalan ayirdik shuni deb. Turxan yo'q ko'pkariga borib chavag'an bilan o'zim kamazi bor zotlarni olib borganmiz. Abi yengil takataylarganda bir ayirib qo'ydi. Keyin bir tananib kelib 4 kishi sudrab kelyapti. 4 kishi. Bu tana so'yib taylagan oraq kishi. Olib kelib tayladi. Akada otning belini torting dedi. Keyin otning belini tortdim. Keyin nima turdi, haydayap, bunday chavag'anlar ko'rdi, bo'lmaydi. Keyin yetkazchaga chorgovning hisobiga taylangan, chorgov zo'r edi ular. Shuning uchun tana taylanganda chor ayirsin deb. Keyin bir bostirib turib, orasab qo'ydi, otilib chiqdi. Ha, halol deb berdi. Men zotni olib ketdim. Mashina qo'yib kelyapman, buni dov chiqyapti. Men "Ey, tanani pastga indirib tayladim, bo'ldi" deyapti. Yo'q, bo'lmadi dedi. Keyin yangi Chasham hoji akaning aytganlaridek, takan tanani yordi, bo'yinni kesdi va chobani endi ketamiz dedi. Nimaga dedi? Endi ko'pkari bo'lmaydi, qiziq bo'lmaydi. Mashina ortiq haydab berdi. Mana shunday yo'llar bo'lganda voqealar. Termizda namunada bir to'y bo'ldi. Shunda bir 2 yoshlar ola tanani endi ko'pkariga zot qilib taylaysan deb yuborgan ekan. Buni boyagi to'yda nimalari so'yib taylagan ekan. Shunda hech kim olib ketolmayapti, takani sudrab ham olib ketolmayapti. Keyin meni otimni to'rini mindida Norxon borib turdi. Bitta tiri ot tayladi. Tiri otni Norxon Shabaxon tanani dumidan qo'liga o'rab olib bir 100 metrga olib ketdi, bir o'zi ayirdi. Keyin ikkinchi zot yana bir qo'y nima deb tashladi. Shu kezanagidan qamchilasdan o'tkazib, bir baqirib egarga chiqarib ko'tarib oldi. 2 ayirdi. 2 katta zotni ayirdi. Ha. Shu tananing oxirisini ayirganda tanani olib kelib ichak qornini olib tashlab, taroziga qo'yganda 105 kilo chiqdi. İçak qarnidan tashqari. Endi qarni ichagimdan bu necha kilo bo'lgan endi tasavvur. Bu hech qachon Norxon Shabag'i mana taka og'ir ekan, yengil ekan demasa edi. O takaga e'tibor ham bermasa edi. Yengil bo'lsa ham bir xil ayirg'ich edi, og'ir bo'lsa ham bir xil ayirg'ich edi. Nobarat og'irda ko'p ayirdi. Og'ir yaxshi-da. Og'irda ko'p ayirdi. Sababi yerdan qanday berkitib bo'lsa og'irda ko'p tartib bo'lmaydi. Shu otlar ustakar edi, partlashib ayirar edi. Oldingi takalar endi 80 kilo, 90 kilo, 70 kilodan kam Kirak bosmaganda hammasi yuqori bo'lgan. Keyin taqimi mahkama edi shu. Ha, taqim mahkama. Halol degandan keyin ham ikki qo'lini ushlab bir ko'tarar edi. Shunda ham bir 50 metrga taqimida uloq ketadi. 50 metrlargacha berkitib taqimidan tushmay ketadi uloq. Takan juda mahkam berkitar edi. Qashqadaryo Dehqonobod tumaniga to'yga borganmiz, Molla Karim bog'ning to'yiga. Ot 600 dan ko'p edi shu ot. Haqiqatan. Shunday jo'naganda selgan narg'i beti bilan shunday jo'naydi. Hattoki shu chovib ketayotgan otlarning orasida Shover Chabaxon kurangi edi. Shover Chabaxon kurangi otlarning orasida qisilib bo'lib qolgan. Mana. U yerda uloq ayirishga o'z qo'raga borishning o'zi bir amri mahalli bo'lgan. Ana shunda Mirzobog'ning ko'gimi ham bir katta zotni ayirdi Norxon Chabaxon. Shu qayerga borsak ham, qaysi viloyatga, qaysi qo'shni viloyatlarga borsak ham, qayerga borsak ham Norxon Chabaxon doimo zo'r bo'lgan. Doimo zo'r. O'z davrining zo'ri bo'lgan. Zo'r chavandozlikning mezoni bor. Uning ayirgan uloqlari sonimi yoki katta yig'inlarda doimiy tarzda sovringa ega chiqib kelishimi? O'lchovlar ko'p. Bobolarimizning aytishlaricha, bu bordagi eng asosiy mezon chavandozning boshqalarda takrorlanishi mumkin bo'lmagan yaqqol ustunligi va uning faoliyatidagi kulminatsion davrida. Men shu zotni ayiraman deganda aytganini so'zsiz bajara olaverganlikdadir.